istagida bo'lgan viloyatdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning tashabbuslarini amaldagi qonunlar doirasida hal qilish, xorij davlatlarida fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilish, yetarli mehnat, yashash sharoitlarini yaratib berish muhim masala sanaladi. Bu borada Migratsiya agentligi Buxoro viloyat hududiy filiali tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi jadal rivojlanish va taraqqiyot davrida bir davlatdan boshqa bir davlatga borib, tajriba va malaka oshirish, migrant sifatida mehnat qilish dunyo aholisi uchun oddiy va odatiy holga aylanib qoldi. Tabiiyki, bunday ishtiyoq yurtdoshlarimiz orasida ham yo'q emas. Ammo xorij davlatlarga chiqish va u yerda vaqtincha bo'lish jarayonlarining o'ziga xos talablari bor. Bir so'z bilan aytganda, migrant sifatida ro'yxatga olingan fuqarolarning xorij davlatlarida yashashi, mehnat qilishi, oylik maosh bilan ta'minlanishi, o'z vaqtida dam olishi, tibbiy xizmatdan foydalanishi amaldagi qonunlar talabi darajasida kafolatlangan bo'lishi kerak. Bu jihatlar esa fuqaro va ish beruvchi o'rtasida tuzilgan huquqiy hujjatlarda o'z aksini topishi lozim. Shu maqsadda Migratsiya agentligi Buxoro viloyat hududiy filiali tomonidan ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, agentlik tomonidan xorijlik ish beruvchilar bilan yaqin hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Ularning talab va takliflari asosida xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarga kasbiy ta'lim va til o'rgatish maqsadida viloyat kasbiy ko'nikmalar markazida amaliyot va o'quv kurslari tashkil etilgan. Buxoro viloyatida xalqaro mehnat yarmarkalari o'tkazib kelinmoqda. Mana bugungi bu oy uchun mo'ljallangan yana bir yirik yarmarkalardan biri bu Turkiya davlatidagi mavjud vakansiyalardan taqdimoti bo'lib o'tadi. Bu, ya'ni o'sha Tikaret Tekstil kompaniyasi tomonidan Buxoro viloyatida ishsiz yurgan xotin-qizlarni bandligini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan yarmarka hisoblanadi. Mazkur yarmarkada asosan tikuvchi qizlarimiz, ya'ni tikuvchilikni endi o'rganayotgan va o'rganib tugatgan mutaxassis sifatida ularni ham yirik kompaniyalarga ishga jalb qilinadi. Mana hozirgi kunda nafaqat Turkiya, ya'ni Koreya, Germaniya va boshqa bir qator davlatlar bilan ham shartnomalar imzolab, xorijga ishga jo'natish ishlari boshlangan va eng yaxshi yangiliklardan biri hozirgi kunda Buxoro tajribasi sifatida nemis tilini o'rganib, ya'ni oilaviy Germaniyaga ishlash imkoniyati yaratildi. Bunda til kurslari, kasb kurslari mutlaqo bepul. Sir emaski, bugungi kunda noqonuniy va aldov yo'li bilan xorij davlatiga ishga ketgan fuqarolar o'rtasida qiyin vaziyatga tushib qolish holatlari ham kuzatilmoqda. Buning oldini olish maqsadida Migratsiya agentligi viloyat hududiy filiali mutaxassislari tomonidan aholi o'rtasida keng qamrovli targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Migratsiya agentligi tomonidan qonuniy shartnoma asosida xorijga ishga yuborilgan migrantlar bilan doimiy muloqot qilib turish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Ularning huquqlari Migratsiya agentligi tomonidan to'la himoya qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, xorij davlatlarida ishlash istagida bo'lgan fuqarolarning Migratsiya agentligi viloyat hududiy bo'limi bilan hamkorlik qilishi har ikki tomon